Alayhissalom. Bugungi prezentatsiyamiz mavzusi STEM yo'nalishida ayol talabalar ishtirokini kuchaytirish ahamiyati bo'yicha qo'llanma yaratish. Bizning guruhimiz a'zolari Mahsum Husro, Azizova Shahzoda, Sohbekova Madina Bonu va Temirova Ruhina Rahmonova Nafisa. Bugun hozir hamma telefonini olib, qanaqotni skaner qilib o'zini shaxsiy fikrini bildirishini so'ragan bo'lardik. STEM yo'nalishlarida 2021-yil ma'lumotlariga ko'ra, aynan ayollarning o'rni juda ham past. Masalan, kompyuter sohalari bitiruvchilari bo'yicha 22% ni tashkil qiladi ayollarning foizi. Texnika yo'nalishlar bo'yicha 40%, 28% ni tashkil qiladi. Bu juda ham kam. Va shundan keyin, ya'ni ularda ayol talabalarda bularning pastligi, ya'ni STEM bo'yicha ayollarda ijobiy rollarning yo'qligi deb olindi va bularni oldini olish va maqsadlar bo'yicha guruhimiz a'zolari tushuntirib berishadi. Hamma hayotimiz qanday qilib? Bizning 4 ga bo'linadi, ya'ni ta'limda gender tengligi uchun ko'rsatilgan imkoniyatlar, gender va uni o'rganishga bo'lgan nuqtai nazarlarni o'zgartirish, gender tengligini qo'llab-quvvatlash va savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan. Birinchisi, ta'limda gender tengligi uchun do'stlar va imkoniyatlar, faoliyatlar, so'rovnoma o'tkazish, talabalar o'rtasida talabalarning gender tengligi haqidagi fikrlarini o'rganib chiqish. Ikkinchisi, munozara klubi, qizlar uchun imkoniyatlar yetarlimi mavzusida ochiq suhbat o'tkazish. Uchinchisi, universitetda mavjud to'siqlarni, ya'ni stereotiplar, tanlovdagi tengsizlik va rahbarlik lavozimlarini aniqlash va ularga yechim taklif qilish. Bu faoliyatlardan kutiladigan natija shu bo'ladiki, universitetda talabalarda gender tenglik muammolari va ularga yechim haqida aniq tasavvur paydo bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishimiz gender va uni o'rganishga bo'lgan nuqtai nazarlarni o'zgartirish. Bu yo'nalishimiz 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchisida gender bu faqat ayollar masalasi emas mavzusida treninglar o'tkazamiz. Bu treninglar davomida talabalarimiz bir-birlari bilan ayollar va erkaklarning haq-huquqlari va ularni e'tiborga olish jihatlari bo'yicha o'z fikrlarini bir-birlari bilan almashishadi. Ikkinchi bosqichimizda esa erkak va ayol talabalar o'rtasida rolli o'yinlar o'ynatamiz. Bu o'yinlar davomida ular erkak talabalarimiz ayol talabalarimiz o'yinlarga olib qo'shiladi. Ayollarimiz esa erkaklarni vazifalarini o'yinlarga olib qo'shiladi. Uchinchisi esa faqat o'quvchilar emas, o'qituvchilar o'rtasida ham gender seksiyaligi seminar o'tkazamiz. Bu seminar davomida o'quvchilarga, talabalarga gender bo'yicha jinsiy kamsitish mumkin emasligi haqida turli xil ma'lumotlar berishadi. Bundan natijamiz genderga nisbatan adolatli, hurmatga asoslangan qarashlar shakllanadi, eski stereotiplar kamayadi. Uchinchisi, genderni qo'llab-quvvatlash. Faoliyatlar Telefon kompaniyasiga qo'shilish va uni universitetda ta'rif qilish. Yetakchi ayol bitiruvchilar bilan uchrashadi va bitiruvchilar bilan gender tenglik to'g'risida videoroliklar, bannerlar va postlar tayyorlaydi. Bundan kutilayotgan natija talabalar orasida ijodiy gender qobiliyatlarini mustahkamlash, tenglikka chaqiruvchi tashabbuslarni kuchaytirish. Ikkinchisi, gender savodxonligini rivojlantirish. Gender savodxonligini rivojlantirish uchun ta'limda gender tengligi haqida darslar kiritish va oilada o'g'il va qizga teng munosabatda bo'lish zarur. Gender savodxonligi nomli o'quv moduli qisqa kurs tashkil etiladi. Bunda esse, viktorina va infografika tanlovlari o'tkaziladi. Gender lug'ati, asosiy atamalari va tushunchalar yaratiladi. Bundan kutilayotgan natijalar talabalarni gender atamalari, qonunlar va teng huquqlar haqidagi bilimlari o'tadi va gender savodxonlik darajasi oshadi.
O'zbekistonda sistem sohasi bo'yicha faoliyat yuritayotgan Madina Muhammedova Buxoro viloyatida tug'ilgan, u texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasini olgan va ixtirochi tadbirkordir. U bugungi kunda o'zining startap loyihasi, ya'ni Air Insol bilan bugungi kunda mashhur. Har bir inson birinchi navbatda o'ziga o'zi yordam bermasa, unga hech kim yordam bera olmaydi. Shuning uchun har bir kishi mana shu narsalarni qilishdan oldin o'zida ichki ishonchini birinchi navbatda oshirib olish kerak. Kichik bir qo'llanma yaratdik. Qo'llanmamiz to'g'risida jamoamiz bilan yapamiz. Birinchi sahifasida dunyo bo'yicha sistem sohasida mashhur bo'lgan olimlar haqida ma'lumot berganmiz. Ikkinchi sahifasida esa O'zbekistondagi kimyogar va biotexnologik Dilara Mursayeva haqida, uni tarjimai holi, asosiy yutuqlari va xulosasi. Uchinchi sahifamizda esa gender haqida olimlar nima deydi? Gender haqida ham mashhur olimlarimiz fikrlar bildirgan, ular haqida yozganmiz va to'rtinchi sahifasi gender tenglikni yanada rivojlantirish uchun nimalar qilishligimiz haqida va xulosa. Oxirida esa qo'llanmamiz haqida xulosa yozganmiz. Har bir sahifa tugadi, ammo izlanish tugamadi. Endi yo'l davom etadi. Tinch, qat'iyatli va ma'naviy qadamlar bilan